bir kun bitta yangi rahbar keldi, birga bordik. Men senga hozir master klass ko'rsataman dedi. Qanaqa qilib pergovor qilishdi dedi. Men endi xo'p dedim, bitta ko'raylik master klassni dedim. Lekin uni xatosi nima bo'ldi? U o'zi xohlayotgan narsani mijozga bildirib qo'ydi. Bu birinchi xatosi. Ya'ni u mijozga nima kerakligini, uni muammosini tinglamadi birinchi. U to'g'ridan to'g'ri o'ziga nima kerakligini kompaniyaga, ya'ni LG kompaniyasiga nima kerakligini bildirib qo'ydi. Ikkinchidan, gaplash jarayonida u o'zbek mentalitetini hisobga olmadi. Ya'ni o'zbek mentalitetida birinchi navbatda ishonch. Katta biznesmenlar bilan gaplashganingizda birinchi navbatda ishonch. Ishonch bo'lsa, biznes yuradi. Agar ishonch bo'lmasa, ya'ni siz bir martalik ish qilib ketsangiz, aytgan gapingizni, va'dangizni bajarmasangiz, keyingi safar u mijozni oldiga bora olmaysiz. Unaqa mijoz juda kam. O'zbekistonda 3 ta, 5 tadir, 10 tadir. Bittasini yo'qotsangiz, demak 10-15% savdoni yo'qotdingiz. Balki 40-50%. Yaxshi tarafi mana o'sha o'rganganim, koreyslarda juda muzokaralar o'xshamagan paytda pauza olishadi. Men sigaret chekmayman. Sigaret chekaylik, ozgina anaqa chalg'iylik deydida, hamma tashqariga chiqadi, gaplashadi, boshqa qiladi. Keyin yana yangitdan muzokarani boshlaydi. Men shu narsani o'zimga olganman, chunki o'xshamaganda pauza olish kerak. Sal ehtiroslarni jilolash kerak. Keyin yana yangitdan davom etsa bo'ladi.